Blinchik tayyorlashdan charchagan, joniga tekkan opa-singillarim bu retseptni saqlab qo'ying, chunki osonligidan endi blinchikni har kuni pishira olasiz. Teshichalarning ko'pligini ko'ryapsizmi? Xohlasangiz buking, lekin u o'z formasini yo'qotmaydi. 2 tuxum, chimdim tuz, 1 qoshiq shakarni yaxshilab blinchik yordamida aralashtiramiz. 1 kosa muzdek suv, 1 stakan qaynagan suv solib yana bitta aralashtiramiz. 3 piyola to'la un, o'simlik yog'i va albatta chayna soda solib aralashtirib, xuddi mana shu quyuqlikdagi xamirni qizib turgan skоворodkada pishirib olsak bo'ldi. Bu yerda boshqacha qoida va qiyin ish yo'q. Hammasi juda oson. Ichini esa to'ldirish o'z xohishingizga ko'ra. Menda qiymali nachinka va ustiga shokolad qulupnayli nachinka qildim. Tvorogli nachinka murabbo bilan shunchaki o'zini zgushonka bilan yesangiz ham juda mazali. Maydaroq qilib tuging, yana ham ko'rinishi chiroyliroq chiqadi. Hoy, like bosmasdan, saqlab qo'ymasdan profilimdan chiqib ketmang, afsuslanasiz. Yoqimli ishtaha.